Assalomu alaykum do'stlar, mana Gazablok, Penablok ishlab chiqarish Optim sexidamiz. Mana Gazablok katta mishalkalar. Bu endi 220 ga ishlaydigan mishalkamiz. Mana bu yerda 380 ga ishlaydigan. Umuman barcha turidan qilib berilaveradi. Endi bu yerda Gazablok mana komplekti. Gazablok komplektida mana bu Gazablok qoliplari mana yangi pokoleniyadagi o'sha yaxshi variantda yasalgan. Ilgari shuni oqib ketardi, bunda oqmaydigan yaxshi variantda yasalgan, mana ko'ryapsizlar. Shu qolipdan 2 dona bo'ladi. Va Gazablokni aralash uchun mo'ljallangan mana bu universal riskasi. Mana bunaqa arrasi. Xohlasang 10 lik, xohlasang 20 lik, xohlasang 30 lik kesishga mo'ljallangan. Ko'ryapsizlar. Mana bu suv bochkasi. Suv bochkasini ham ko'ryapsizlar. Mana konteynerdan baquvvatidan yasalgan. Mana svarkalarini ham quyilishidan ko'rsanglar bo'ladi. O'zini ishini ustalari qilgan. Mana shunaqa Gazablok suv bochkasi bu. Suv endi Gazablok issiq liniya ketadi. Mana o'shaning uchun mana bu ikkita tent tepada. Tepada mana 110 litrlik oshchasi chiqib ketish uchun обратный qilingan. Suv datchiklari, suv oqish uchun tepaga suv olib berish uchun mana yangi suv nasoslari. Ba'da elektrikasi tentlari isitish uchun elektrika avtomatlari bilan qilingan. Va mana bu mishalkamiz. Mishalkani ham kranilari yaxshilardan qo'yilgan, baquvvatlardan. Bu endi 380 ga mo'ljallab berdik. Hammasi zakazga tayyorlangan. Shunaqa Gazablok liniyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranimizga raqamlarga aloqa qilsa, qilib beriladi. Mana bu yerda endi mini Gazablok, Penablok ishlab chiqaradigan liniyalari yasalish jarayoni. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, har xil assortimentlarimizdan bor. Endi bu Gazablok liniyasi edi. Endi Penablok liniyamizda nimalar bo'ladi? Penablok mana bu Euro komplektimiz. Euro komplektimiz ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa Euro qolip. Belida 7 qator, taglarida ham 7 qator oshiq-moshiqlar qo'yilgan, mana baquvvat yaxshi oshiq-moshiqlar, lazerni kesilgan magnitogorskiy listdan bo'lgan 3 ta qolip bo'ladi. Har bittasi 6 tadan, 3 tasi 18 ta chiqadi. Mana bu rastor bochkasi, pena generatori, kompressor, mikser, pulizatör shlankalari bilan bonusiga kolonna listi, latok listi salkam mingta Penablok yetadigan penalari bo'ladi. Bu yevro to'plamimizning narxi $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Agar shu qolib 10 ga manaqa yotiqlik yevro komplektda bo'ladigan bo'lsa, uni ham narxi shu. Qolgan hamma narsalar bir xil. Mana shu 3 ta manaqa tikka qolib bo'lmaydi. Manaqa yotiq qolib bo'ladigan bo'lsa, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Endi bu yerda abishni qolibni belida 2 qatorligi. Mana bu abishnida bir qator bo'ladi. Bu belida 2 qatorlik. Sal usulini qilingan varianti. Bunda ham hamma narsasi bir xil. Rastor bochka, pena generator, latok tumba, salkam mingta Penablok yetadigan penas, kompressor, mikser hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Bu komplektni faqat belida 2 qator qilib sal usulini qilingan. Narginda 7 qator bo'lsa, bunda belida 2 qator. Bu komplektimizning narxi $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib. Endi abishni komplektimiz mana. Ko'ryapsizlar. Narginda 2 qator bo'lsa, bunda 1 qator. Bu trendga tushmagan, u bino bo'lgandan shu komplekt savdosi o'ta yaxshi. Normal ish berayotgan, O'zbekiston bo'lib juda ko'plab o'rnatdik. Bular ham mana ko'ryapsizlar, hammasi rezbalik bo'ladi. Mana ip qotib turganlarga e'tibor bermaysizlar, hammasi rezbalik holatda bo'ladi. Bunda ham o'sha pena generatori, hamma narsasi bir xil. Listlari har bir komplektda listi bir xil. Faqat yasalishida farqi bor xolos. Bu abishni komplektimizning narxi $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib. Mana 40 50 20 abishnisi. Abishnisida ham qolgan hamma narsalar bir xil, latok tumbalar kattaroq bo'ladi xolos. Buni narxi $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib. Agar shu yevro variantda bo'ladigan bo'lsa, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Mana endi mana turbalik qolipdan 3 dona qilib komplekt qilib berganlar uchun bu turbalik, 100 lik turbalik, xohlasangiz 76 lik. Mana aytilgan razmerda teshikli qilib beriladi. Mana o'ta figurniy chiqadi. G'ishlar bir-biriga kiyiladigan holatda bo'ladi. Bunaqa turbalik qolib 3 ta bo'lib turib qolgan hamma narsalari bilan komplekt bo'ladigan bo'lsa, uni narxi $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib. Agar manaqa Lego qolipli komplekt bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, Lego
qoliplar. Bu abeshniga shunaqa Lego qilingan. Agar shu yevroda ham bo'lishi mumkin abeshni. Shu qolipdan 3 dona qilib komplekt qiladigan bo'lsangiz, qolgan hamma narsalar bir xil bo'ladi. Faqat qolipida farq qiladi xolos. Shu qolipida farq qilib, buni endi Lego latogli bo'ladi. Kolonna latoglari Legoli bo'ladi. Bu komplektimiz narxi $900 vodiy bo'ylab, $950 O'zbekiston bo'ylab. Bu yerda nima? Tomsuvoq. $300 ga biznes. Rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, mana bunaqa penalar bir satr. Bu to'plamimizning narxi $300. Agar manaqa 30-60 razmerdagi komplekt qilib berdingiz, mana bu ham qolib. Ikkita chiqadi 30-60 razmerda 10 gon teshikli juda katta figurni shuni bir-biriga svязка bo'ladigan g'ishlik komplekt. Bu ostatga bo'lgani uchun $800 dan O'zbekiston bo'ylab buni ham komplektini qilib beraveramiz. Pena generatorlari ham assortimentlari bor. Manaqa 10 taradigan bochka deganlar uchun manaqa bir kishi ishlashga mo'ljallangan, zinali qilingan 10 taradigan bochkalar, manaqa g'ishtash uchun har xil balonlar ham katta kichik assortimentdagi balonlardan qilingan bunaqa 10 taradigan rastor va tashish uchun mo'ljallangan, g'ishtash uchun mo'ljallangan aravalar. Mana shunaqa pena bloklar ishlab chiqaraman deganlar bemalol ekranimizga raqamli aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab pena blok, gazoblok uskunalarini olib borib, quyishlarni o'rgatib ishga tushirib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.